ba'zi bir qaynalar mana kommentariyamga, dayrikimga ham juda ko'p yozishadi. Bu ayol kelindan kuygan, bu ayol qizidan kuygan, bu ayol qudasidan kuygan deb. Yo'q, bu savollarga meni bitta javobim, qizimdan ham tinchiganman, kelinlarimdan ham tinganman, o'g'illarimdan ham, kuyovlarimdan ham. O'shaning uchun gapirayotganda o'ylab gapiringlar. Men uyimda qo'pol qilib gapirganda, orqamda axlatim bo'lsa, men bu yoqqa chiqib gapirmayman. O'shaning uchun har bitta gapni gapirayotganda qaynanajonlar o'ylab gapirishinglar, xo'pmi? Uyim tinch ekan, men tinchman. Kelinlarim tinch ekan, men tinchman. Qizim tinch ekan, men tinchman. O'shaning uchun tinch bo'linglar sizlar ham. G'arazlik qilmanglar. Yaxshi niyat bilan qaranglar. Hayotga, o'zingizga ham faqat niyatda, hamma narsa yaxshi niyatda. Niyat yaxshi qilsanglar,